Nimaga sumkalaringizni kesib tashlaysiz? Menga shunaqa savollar juda ham ko'p kelib turadi. Bugun men sizlarga shuni tushuntirib beraman. Unda aniq bitta sabab yo'q, har xil vaziyat bo'ladi. Boshqacha sumka yasagim keladi o'sha turdan yoki o'sha turdan boshqacha fasondagi zakaz tushib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda kesaman. Kesayotgan videolarimni Instagramga qo'yishimning sababi kessa ham kesilib ketmaydigan, uzilib ketmaydigan, mustahkam bo'lib chiqadigan ishimni ko'rsatish bo'ladi. Sizda ham shunaqa sumka to'qish texnikalarini o'rganish imkoniyati bor. Uyda o'tiradigan ayol qizlarimiz nima ish qilishi, nima bilan shug'ullanishni bilmayotgan bo'lsangiz, yo'ldan boshlab biznes qilishni o'rgataman. Shunaqa hunaringlar bilan o'zingiz uyda o'tirib, hech qayerga chiqmagan holatingizda shunaqa biznes boshlasangiz bo'ladi. Kursimizda qo'lga kiritadigan bonuslaringiz haqida gaplashamiz. Kursga yozilganingizda bitta sumka uchun nimalar kerak bo'lsa, hamma narsa o'zimizga tomonimizdan jo'natib beriladi. Dastavkasini ham to'layman deb o'ylab o'tirmaysizlar, dastavkasi ham ichida bo'ladi qizlar. Bonusiga blogerlik kursi qo'shib beriladi, bemalol Instagram yurg'iza olasizlar. Kurs narxi juda ham qimmat bo'lsa kerak deb o'ylayapsizlarmi? Hech ham unaqa emas qizlar. 500 ming emas, 400 ming emas, atiga 299 mingga sizlar bonuslar bilan sotib olishingiz mumkin. Bo'lib to'lash imkoniyati ham bor qizlar. Bunaqa arzon narxga ham bo'lib to'lashga shunaqa zo'r kurs sotib olasizlar. Atiga 20 ta qiz shu narxda qo'shilishingiz mumkin qizlar. 50 mingdan 100 mingdan joylarni band qilib qo'yishga ulguringlar.